qo'shiqsevar do'stlarni yig'ishtirib, mana shunday bazmni uyushtirgan Ubaydulla akamizga so'z navbatini beramiz. Marhamat Ubaydulla aka, so'z navbat sizga. Kamera gapiramizda. Mana bugun artistlar, hofizlar bizlar tarafga aylanib kelgan ekan. Kamera pesh qilingan merosiyatimiz bor. Bugungi abidga mana olimjon chaqirgan ekan. Olimjon datasida abidlik qilyapmiz. Hozir chetdan borib, nasib qilsa Xudo xolasa O'shatba atrofga degan joyda restoranda tashkillashtirganmiz akasiman. Zafarjon Muratov, Shaman akamiz Xattayev, Yemka, hamma katta artistlar chetda. Kechqurun nasib qilsa mana shu musofirlikda ko'rganmiz Serb territoriyasidagi mo'min musulmon yigit xotin qizlarni kechqurunga taklif qilganmiz O'shatba atrofga. Nasib qilsa ilohim kechki konsertimiz yaxshi o'tsin deb 50 olamiz. Ha, ol. Akashamin ikki og'iz so'z aytib yuboring. Bugun mana olimjon qayrimizda dachasida o'tiribmiz chetda. Yaxshi davrada, yaxshi joyda yaxshi marosimda uchrashyapmiz. U ham mana ukamiz, do'stimiz Ubaydullajon. Shu butun shu Serb xalq boshqa Beshkent, Shartuz, Qabadyon oblast bo'yicha qayerda o'zimizni shu o'zbek, tojik musulmonlarni hammasini boshini biriktirib bir piyola choyga taklif qildi. Shu sababda shu yerga tashrif buyurganlar. Men nima demoqchiman? Avvalo mana shu Ubaydullajonga shuni tashkil qilayotgan dasturxonni tashkil qilgan mana shu olimjon ukamiz va oilalari hammalariga ishlariga omad tilaymiz. Shu bilan birgalikda mana bugun Zafar ukamizning video tasvirga tushish marosimini ham shunga qo'shib berdik. Mana san'atkorlar hamma shu yerda, Dilmurod mana Karomjon hammamiz shu yerda. Mana shu Beshkent, Shartuz, Qabadon des shu hammani video tasvirga chiqarib xalqqa tanishtiradigan bir inson bor. Bu insonga ham rahmatnoma o'zimiz nomidan aytamiz. Xudo qo'li yengil bo'lsin, oilalarida tinch bo'lsin, topgani faqat yaxshi kunlarga bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetaversin. Ismi Nodirjon Burxonov. Mana shu butun Beshkent, Shartuz, Qabadon hammaning xizmatini qilyapti menimcha-da. Shu yigitlar ham ishlariga omad. Mana shu bu ham musofir yigitlar qatorida musofir yurtda inshaalloh buni ham biri yeki bo'lib Xudo shu nimani ostida qolib ketsin ketdik. Shuncha olamiz. Qoldim ostida. Nimani ostida deganligini bilamiz. Qani jo'nayapsizlarmi konsertga nasib? Boralik nasibsa boshlaylik. Zafarjon bugun xizmatda, xalq xizmatiga Sertiqovga kelgan. Biz katta konsert, marhamat, kutamiz havolaringiz. Qani jo'nalaringizmi konsertga? Ketyaptik-da. Konsert Konsertga boryapti. Murodni konsertiga boryapti. Rahmat. Zafar rahmat. Qani yo'l bo'lsin aka? Ha, kуда поедем? Всё. Да. Taksizga vaqt berdik. Aman aman aman, musofirlik yamona. Toshkent degan makon bor, Tojikiston tomona. Aman aman aman, musofirlik yamona. Toshkent degan yurtim bor, Tojikiston tomona. Beshkentimiz zo'r diyor, Chilchor chashmasi bor. Beshkentimiz zo'r diyor, Chilchor chashmasi bor. Suvlari zilol zilol, suv emas asali bor. Suvlari zilol
Tojikiston tomona. Aman 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 musofirlik yamona. Toshkent degan yurtim bor, Tojikiston tomona. Savlatli, Xudo bergan davlatli, yigitlari savlatli, Xudo bergan davlatli. Aman aman aman, musofirlik yamona. Toshkent degan makon bor, Tojikiston tomona. Aman aman aman, musofirlik yamona. Toshkent degan yurtim bor, Tojikiston tomona. Keling ustoz. Tamam, tayyor mısınız? Zafar aka tayyor mısınız? Mana muxlislar kelyapti, mana ustoz ham tayyorga o'xshaydi mana. Ustoz bir shogirdingizga. Hay, nima deymiz? Mana bugun aziz do'stlar, mana shogirdimiz ukamiz Zafarjon o'z albomini el xalqimizga xizmat qildi. Shuncha bugun yana bir yangi albom tayyorlagan ekan. Shu albomlarni mana xalqqa ma'ruf qilish uchun butun 5 kun shart o'z Qabadyon oblast bo'yicha butun mehmonlar mana shu yerga yig'ilgan. Mana shularga bir o'zining xizmatini ko'rsatib, albomini chiqarib xalq duosini olish maqsadida kelgan ekan. Biz mana shu Zafar ukamizga, shogirdga omad tilaymiz ishlarga. Obri bo'lsin. Iloho amin. İşlerini omadini bersin. Allohu akbar. Ha mana Zafarni otasi bir tilak berib yuboradi. Konsertga tilaklaringiz. Timrakan nomeri bilan nomeri kisi. Nomeri Timrakan Zamrot Nuraliyev bir so'g'an bildiring. Mana Odiljon, mana shu bugun shu Zafarjonni konsertiga o'tiribmiz. Nasibda shu konsertimiz ajoyib o'tsin. Mana butun Leningraddan mehmonlar kelibdi. Nasib bo'lsa yaqinda Odiljon mehmonchilikka boramiz. Do'stlarning yoniga. Shu konsertimiz yaxshi o'tsin. Zafarjon nima niyat qilsa niyatlari obod bo'lsin. Biz shunga qo'shilamiz. Aman. Gaviga aman. Xush kelibsizlar. Mehmonlar obriyni olish juda qiyin.
xalqning nazariga tushdimi? Xalqning nazariga tushgandan keyin xalqning nazaridan chiqish oson. Bir nima bilan sen birdan chiqib qolding. Ustoz Gulmurodchilar, ya ko'p o'tiribsizlar. Stupinga chiqib borasan. Shuning uchun oldin saqlash kerak. Har joydan har xil nimalar Xalqning ishonchini qozonish kerak. San'atga shunday berilish kerakki, sidqi dildan, hayotiy. Shu Zafarjon deb hammasi shu hurmat, izzat. Hech vaqt ma'nalikka ketmas kerak. San'atkor shunday bo'lishi San'atkor, kerak. aslida shunday. Salom ey musofir, yurtda yurganlar, oilasin sog'inib, tushda ko'rganlar. Salom ey qadrli, qadrdonlarim, salom ey azizlar, mehribonlarim. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar hamda mezbonlar, mana shunday bazmni uyushtirgan avvalambor rais akamiz Ubaydulla Pardayev akamizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Minnatdorchilik izhor etamiz. Bu insonni ko'nglida, dilida nimaiki yaxshi tilaklari bo'lsa, hammasi ro'yobga chiqishini yaratgandan dildan so'rab qolamiz. Bugunga mana shunday davramizga tashrif bergan barcha mehmonlar, mezbonlar, qadrli qadrdonlar hurmatiga o'zimizni yurtimizdan, go'zal Tojikistonimizdan tashrif bergan, musofir yurtlarda musofirlarni ko'nglini chog'lay olgan ko'plab san'atkorlarimiz tashrif bergan. Ularning ichida san'at osmonida porloq yulduz bo'lib porlagan, hurmat topgan ajoyib ohang sohibi Shahmordon Hatayev, Zafarjon Ramatov hamda ularning shogirdlari Karamatulla Abdiyev hamda Bahromjon Xudoyqilovlar sizlarning ajoyib ohanglari ila ko'nglingizdan joy ololsa, biz o'zimizni o'shanda baxtiyor his etamiz. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, sizlarga tilagimiz ko'nglingizda, tilingizda nimaiki orzu tilaklaringiz bo'lsa, amalga oshishini yaratgandan chin ko'ngildan so'rab qolamiz. Ilohim Alloh balo qazolardan saqlasin. Go'zal Tojikistonimizga, vatanimizga sog' salomat borishimizni, yorug' yuz ila vatanga qaytishimizni yaratgandan so'raymiz. Ana endi bu she'rimizni ajoyib musofir yurtida yurgan do'stlarimiz hamda mana shu qizil ketmonlik do'st birodarlarimiz hurmatiga hozir ajoyib ko'plik bitdik, marhamat qabul qilgaysizlar. Rossiyani gullatmoqda, zo'r kotejlar yaratmoqda, butun dunyo kezmoqda qizil ketmon yigitlari. Yurt sog'inchi dilida, ming shukrona tilida, mahkam belbog' belida qizil ketmon yigitlari. Barchalari mehmon do'st, ta'riflashga yo'qdir so'z, ko'ksi osmon, bari qizil ketmon yigitlari. Omon bo'lingizlar. Sizlar intiqlik ila kutayotgan do'stimiz, qadrdonimiz Zafarjon Rahmatovni chaqirishdan oldin uni yangi albomiga o'zini hissasini qo'shgan. Bizni qo'shiqlar ham shunchaki tug'ilmaydi, uni mehnat ila, peshona teri bilan yozgan qadrdonimiz Zafarjonni padar buzurgvorlari Yo'lchibek Domillomiz Murodov, Yo'lchibek Domillomiz ana shunday o'zini hissasini qo'shdi. Zafarjon Ramatovni padar buzurgvorlarini hurmatiga yozgan she'rlarini, qo'shiqlarini hurmatiga bitta qarsak chalib qo'yamiz. O'zlari ham she'rda. Rahmat Domillo, omon bo'ling. Uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Farzandlaringizda yaxshiligini ko'ring. Hamisha ularni izidan rahmat olib yuring. Rahmat sizga. Ana endi
xalq ardoqlagan o'zining Beshkentim, Musofir, Yevropa degan qo'shiqlari bilan tanilgan, xalqning ko'nglini, muxlislar qalbini zabt etadigan san'atkor Zafarjon Ramotovni bitta ajoyib qarsaklaringlar chorlab qolamiz. Marhamat. Ko'zingizda nam bo'lmasin, ko'nglingizda g'am bo'lmasin. Kelgan har bir aziz mehmon ikki dunyo kam bo'lmasin. Marhamat. Zafarjon Ramotov. Salomat bo'linglar ko'pincha sog' bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli akalar, ukalar, do'stlar. Shu bugun konsertga tashrif buyurgan barcha mehmonlar, hammalaringni hurmat qilaman. Shu bugungi o'tkazilgan konsertimizni tashkil qilgan yana bir bor aytib o'tamiz.
Uboydilla akamiz Pardayevga yana bir qarsa chalib qo'yasizlar. Sog' bo'lsin. Shunday insonlar ko'paysin. Ana endi yoshlar o'ynagancha qana o'ynaydi. Endi bitta qo'shiq shu musofir haqida aytganmiz, shu qo'shiqni aytib qo'yamiz endi. Undan keyin tansiya chiqsalar mayli. Sog' bo'linglar, hurmat qilaman. Marhamat qilamiz, konsertimiz davom etadi. Jivillama qozi avora, hamma o'zi bilan o'zi avora. Boshqa shivillama qozi avora, hamma o'zi bilan o'zi avora. Sening g'aming yeb, tirikmisan yoki o'likmisan deb bir guli ochilsa, o'ntasi so'lib. Qarang shoir bilan so'zi avora, hamma o'zi bilan o'zi avora. Qarang shoir bilan so'zi avora, hamma o'zi bilan o'zi bilan o'zi avora, hamma o'zi bilan o'zi avora. Marhamat qilamiz, davom etamiz. Yuborib bo'linglar. İşlerimden